Sharof Rashidov tumanida joylashgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 4-sonli umumta'lim maktabining 7A sinfida jadid bobolarimiz mavzusida ochiq dars mashg'uloti tashkil etildi. Mashg'ulot kelajak soati darsida ona tili adabiyot fani o'qituvchisi Ozoda Hakimova tomonidan tashkil etildi. Mazkur mashg'ulotga Sharof Rashidov tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mutaxassislari, maktab rahbariyati, o'qituvchilar hamda o'quvchilar ishtirok etdilar. Ochiq dars davomida o'quvchilar jadid bobolarimiz Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy singari buyuk ma'rifatparvarlarning hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan sahna ko'rinishlarini namoyish etdilar. Men Abdulla Avloniy tarbiya orqali jamiyat o'zgarishiga ishonib yashadim. Yoshlar ongini nur bilan to'ldirish mening eng asosiy vazifam edi. Bugun bizning sinfimizda jadidlar izidan ochiq dars bo'lib o'tdi. Bunda ustozlarimiz tashrif buyurdilar. Biz shu tadbir davomida she'rlar aytdik, turli xil sahna ko'rinishlar bo'lib o'tdi. Kelgusida biz ham jadidlar izidan boramiz. Men kelajakda harbiy bo'lib, vatanga o'z hissamni qo'shib, vatanimni qo'riqlamoqchiman. Shuningdek, o'quvchilar tomonidan ifodali she'rlar o'qilib, kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Jadidlar davriga xos liboslarda sahnalashtirilgan chiqishlar tadbirga yanada o'zgacha ruh bag'ishladi. Har bir chiqishda vatanparvarlik, ilm-ma'rifatga intilish, millat ravnaqi yo'lida fidoyilik g'oyalari yaqqol aks etdi. Mana bugun Sharof Rashidov tumanidagi maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga qarashli 4-umumiy ta'lim maktabida 1-soat kelajak soatida jadidlar izidan mavzusida ochiq dars bo'lib o'tdi. Bu ochiq dars juda ham chiroyli bo'lib o'tdi. O'quvchilar hammalarini qatnashganlarini ko'rib men xursand bo'lib ketdim, chunki har bitta o'quvchi jadidlar haqida ma'lumotga ega bo'lib, ular tortinmasdan, uyalmasdan juda chiroyli qilib gapirib berishdi. Bu bilan birgalikda mana ssenariyalar qo'ydi. Mana shu ssenariyalarni ham juda chiroyli qilib ko'rsatib bera olishdi. Bundan tashqari men nima yana xursand bo'ldim, har bitta o'quvchilarimiz jadidlar siymosini qilib berishdi, obrazga kirib berishdi. Ko'rib men o'sha jadidlar siymosini, har bitta o'quvchi jadidlar siymosini ko'rdim. O'quvchilarimiz o'qituvchimiz Ozoda Hakimova ham juda darsda ajoyib olib bordilar. Kelgusi ishlariga omad tilayman. Hamisha darslar mana shunday chiroyli bo'lib o'tsin. Har bitta darslarini mana shu ochiq dars qanday o'tgan bo'lsa, qolgan darslarni ham, oddiy darslarni ham ochiq darsda o'tishini tilab qolaman. Mazkur tadbir ko'tarinki ruhda, mazmunli va qiziqarli tarzda o'tdi. Ishtirokchilar o'quvchilarning tayyorgarligi, sahna madaniyati hamda tarixiy bilimlarni chuqur anglab yetganliklarini yuqori baholadilar. Bu kabi ochiq dars mashg'ulotlari ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar yoshlar ongida milliy qadriyatlarga hurmat ruhini yanada mustahkamlash, ularni millatimiz uchun kurashgan jadidlarimiz hayotidan o'rnak olishlari, ilm-ma'rifatga intiluvchan bo'lib kamol topishlari yo'lida xizmat qiladi.